Bola ertalab mashq qilmasa, konsentratsiyasi pasayadi, kayfiyati sust bo'ladi. Bu sizni ham hayron qilyaptimi? UNICEF va WHO ma'lumotlariga ko'ra, 3-10 yoshdagi bolalarning faqat 40% kuniga 60 daqiqa jismoniy faoliyat yurg'izadi. Ertalabki mashqlar miya faolligini 20-30 daqiqa oshiradi, kayfiyatni yaxshilaydi. Masalan, Finlandiyada bir bola har kuni ertalab 10 daqiqa yuguradi va oson mashqlar qiladi. Maktabga borganda diqqat darajasi va faolligi sezilarli yaxshilanadi. Skandinaviya maktablarida Morning Movement majburiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, mashqlardan o'tgan bolalarda o'quv faolligi 25-30% yuqori bo'ladi. Shunday ekan, ertalabki jismoniy tarbiya bu faqat mushaklarni uyg'otish emas, miya va kayfiyatni uyg'otish demakdir. Keling, sport mutaxassisi bilan birgalikda eng foydali mashqlarni bilib olamiz. Nega bolaga har kuni jismoniy mashq kerak? Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Bugun siz bilan har birimiz uchun tanish, lekin ko'p hollarda e'tibordan chetda qoladigan bir mavzu haqida gaplashamiz. Bu bolalarning har kuni jismoniy mashq qilish haqida. Ko'pchiligimizning uyda shunday holat bo'ladi. Ertalab bola uyg'onadi, nonushta qiladi, to'g'ri televizor yoki telefonga qarab o'tiradi. Ba'zilarimiz jim o'tirsa bo'ldi, tinch deb o'ylaymiz. Ammo aslida bola tinch emas, u harakatsiz, ya'ni uning tanasi o'sish uchun kerakli faollikni olmayapti. Jismoniy mashq bu faqat sport emas, bu bola tanasining va miyasining rivojlanishi uchun zarur bo'lgan tabiiy ehtiyoj. Oddiy sakrash, yugurish, qo'l cho'zish, hatto raqsga tushish ham bolalarning sog'lig'ini mustahkamlaydi. Masalan, bir ota har kuni ertalab o'g'li bilan 10 daqiqa davomida mashq qiladi. Birgalikda musiqani qo'yib, cho'zilish mashqlari, yengil sakrash, nafas olish mashqlarini bajarishadi. Shu oddiy odat tufayli bola har doim tetik uyg'onadi, bog'chada faolroq bo'ladi, diqqatni jamlay oladi. Eng qiziq tomoni, bu mashq ota va o'g'il orasidagi mehrni ham yanada mustahkamlaydi. Yana bir holatni olaylik. Ayrim bolalar telefonda o'tirgandan keyin yelkasi egilib, boshini past tutib yuradi. Bu odat asta-sekin umurtqa va ko'rish tizimiga zarar keltiradi. Ammo bola har kuni 5-10 daqiqa davomida badan tarbiya qilsa, jismoniy faolligini oshirsa, qo'llarini cho'zsa, yelkasini tik tutsa, bu muammolarni oldini olish mumkin. Har kuni mashq qiladigan bola nafaqat sog'lom bo'ladi, balki ruhiy tomondan ham kuchliroq bo'ladi. U o'zini tetik, baxtli his qiladi, stressni yengadi, diqqatini yaxshiroq jamlay oladi. Shuning uchun biz ota-ona sifatida bolalarimizni harakatga undashimiz kerak. Bu uning kelajagi uchun eng yaxshi sovg'adir. Unutmang, bolaga qimmat o'yinchoq emas, sog'lom odat kerak. Har kuni 10 daqiqa mashq qilish bu kichik vaqt, lekin katta natija beradi. Shuni aytish mumkinki, jismoniy mashq bu bolaning sog'lom tanasi, kuchli immuniteti, quvnoq hayotining garovidir. Farzandingiz bilan har kuni o'zingiz harakat qiling. Siz nafaqat uning sog'lig'ini, balki bolalik quvonchini ham saqlab qolasiz.